Ba'zan hojilarimizda keng tarqaladigan xatoliklar bo'ladi. Siz shu xatoliklarni hozir oldini olishingiz kerak. Ya'ni kibr havodan tushishimiz kerak. Hozir sizlardan iltimosim, hozir shu yerdan chiqqandan keyin hammangiz uyingizga qo'ng'iroq qiling. Bir narsani iltimos qiling. Bolam, agar bolangiz sizni hojiga yuborgan bo'lsa, endi hozir hammasi kutib turibdi, ko'zlari to'rt giryon bo'lib turibdi, otam keladi, onam keladi, jigar go'sham keladi deb turibdilar. Ana o'shalarga ayting. Men Allohning baytini taof qildim. Safo Marvada sa'i qildim. Duo qabul bo'ladigan joylarda duolar qildim. Hoji bo'ldim, inshaalloh hoji bo'lyapman. Hozir umrani qildim, endi oldimda haj turibdi. Men bir narsani sizlardan iltimos qilaman, bolalarim. Men borgandan keyin meni dabdaba bilan kutib olmanglar deb aytinglar. Xo'p, 1 kilometrdan poyandoz solmasin azizlar. Bekorchi dabdaba, bekorchi isrof qilmasin. Hoji aksincha avval boshqacharoq bo'lgan bo'lsa, hojidan keyin o'zgarib kamtar bo'lib qolish kerak. Namuna bo'lish kerak. Borib o eshikni tagidan boshlab poyandoz solinadi. Gilamlar solgan, kimdir kiyimlarini solgan, qancha bid'at, qancha xurofat, riyo, yana yozuvlar yozib qo'yadi, katta qilib hoji onam, hoji otam xush kelibsiz. Endi unga yana boshqa narsalar qo'shilyapti hozir. Har yilida bir narsa qo'shib boraveradi. Ana o'sha narsani sizlardan iltimos to'xtataylik. Sababi bizni bu qilayotgan ishimiz riyo bo'lib qoladi. Xo'ja ko'rsin bo'lib qoladi. Aksincha siz umid bilan hoji qildingizmi? Ayting bolalaringizga, bolalarim, meni bunaqa dabdaba bilan kutib olmanglar. Men kiraman eshikdan, qiladigan birinchi ishim 2 rakat namoz o'qiyman, Allohga shukr qilaman va shu bugundan boshlab men boshqa odamga aylanaman deb ayting. Hoji to'yi, hoji marosimi, hoji keldi degan tadbirlarni qilmaslik kerak aslan. Iltimos sizlardan. O'shinga ketadigan xarajatni siz hozir ayting, borguningizcha bolam, bitta o'sha hoji keldi degan to'yini o'tkazishingga ketadigan mablag'ini hisoblab chiqib turganda, mahallamizdan bitta 2 ta kambag'al oilani topib qo'ygin, ana o'shalarga biz borib ehson qilaylik. Ana o'shalarni ko'ynini